Xayrli kun. Shunaqa qilib video darsimizning ikkinchi qismi. Ya'ni oxirgi vaqtda uzluksiz taqsimot qonunlarini ko'rib chiqishga boshlagandik. Bugun ikkinchi taqsimot qonunimizni ko'rib chiqamiz. Ya'ni ko'rsatkich taqsimot qonuni. Bu показательный закон распределения. O'z-o'zida qanaqa taqsimot qonuni va hisob-kitob yo'llarini ko'rib chiqadigan bo'lsak. Har doimgidek birinchi teoriya qismidan boshlaymiz. Birinchi o'rgangan narsamiz har doimgidek bizda o'zi taqsimot qonuni qanaqa ko'rinishga ega. Har doimgidek birinchisi 0 bo'ladi. Qachonki bizda x'imiz bizda kichik bo'lgan bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa hodisa ro'y bermagan. Ikkinchi holat endi ko'p taqsimot qonunlarida 1 degan bo'lsa, bu yerda 1 kelmaydi. 1 minus y minus lambda x ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bu taqsimot qonuni boshqalardan asosiy farqi ham shunda. Ya'ni qachonki bizda x'imiz noldan katta bo'lgan. Hop, ko'rsatkichli taqsimot qonuni, ya'ni o'z umumiy ta'rifida biz buni ko'rinishda belgilab olgandik. Ya'ni ma'lum bir hodisa shunaqa davom etadiki, qachonki bizni kutayotgan natija bajarilmaguncha. Masalan, aytaylik, qaysidir bizni kutayotgan hodisa ro'y bergan bo'lsa, shu joyda to'xtaymiz. Aks holda narsa davom etadi. Ya'ni aytmoqchimanki, aniq bitta qiymatda berilmaydi, hammasi o'rta qiymatda. Hozir sxemada batafsil. Hop. Ya'ni asosiy ko'rsatkich bizda lambda bilan bog'liqlik. Ya'ni lambda qatnashgan paytda, ya'ni biz shu taqsimot qonuniga oid ekan deb xulosa qilsak bo'ladi. Hop, endi taqsimot qonuni bo'lgandan keyin zichlik funksiyasi, ya'ni plotность funksiyasi. Kichik fx biz aytib o'tganimiz, ya'ni hosil olish yordamida tuzolsak bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir qoidamiz buni orqali keltirib chiqsam ham bo'ladi. 0 bo'lsa 0, interval buni o'zgarmaydi. Hosil olib qo'ysam, birdan hosilda 0, bu tarafdan hosil olsam minus lambda oldinga tushadi, to'g'rimi? Endi ikkita minus lambda konstant kelib qoladi. Bu narsa y lambda x. Minus lambda. Bu interval bizda x katta yoki teng 0. Katta f bilan kichkina f o'rtaslashini farqi bor. Bu bizda taqsimot qonuni, ya'ni zakon распределения. Bu bizda plotность funksiyasi. Ya'ni bittasi aytaylik plotность, ikkinchisi samo funksiya. Sizda funksiyani o'zi bu. Uni plotностьsi mana Как производная. shu. Buni farqi sizda nimani aniqlashingiz kerakligiga borib taqaladi. Masalan, aytaylik, biz katta fx orqali nimani topishimiz mumkin? Ya'ni shu funksiyamizda qaysidir ma'lum bir intervaldagi ehtimolli. Kichik fxlar orqali biz ya'ni plotность haqida gap ketganligi uchun biz mana bu o'lchovlarni topishimiz mumkin bo'ladi. Moda masalan. Ya'ni qanchaga hodisa takrorlanayotganligi. Yo'q, medianani ham bunga bog'liq qiladi. Chunki mediana nima edi? Mediana bizga plot orqali topilardi-ku. Shuning uchun. Katta fx ko'proq nima desam ekan? Mana grafik bilan ishlaganingizda, masalan, funksiya grafiki bo'lsa, masalan, mediana bizda shunaqangi grafik, ya'ni yuzani bir taqsim 2 ga bo'lgan. Ya'ni plot haqida gap ketgani uchun shu katta fx deb hisob qilgan edik. Shunaqangi xizmatni, ya'ni shu mediana. Плотность o'zgarmaydi. Plotность xuddi mana boya aytganda, ya'ni shu modani aniqlashda yokida funksiyamiz ya'ni qanaqa tartibda desam ekan. Ya'ni uni ehtimolligi qay tarzda o'sib boryapti yoki qay tarzda tushib boryapti. Ya'ni qanaqa tartibda zichlik, ya'ni shu plotностьni aniqlashda. Xuddi boya birinchi videoda aytib o'tganimda, agar siz mana bu narsaga hozir ko'p vaqtingizni bor, fikringizni shunga qaratsangiz, bundan ham muhim bo'lgan narsalar qolib ketadi. Shuncha aytib o'tganman, bu narsani siz katta fx, kichik xligini o'zini bilib qo'ying bo'ldi. Shuni o'zi aytadi. Chuqur, qancha chuqur kirsangiz, shuncha adashib ketaverasiz. Shuning uchun
masalan bergan bo'lardi. Endi mustaqil ta'lim masalan, o'zi muhim ishingizda masalan hisob kitobingizni qilib bo'ldingizmi, vaqtingiz qolsa mustaqil ta'lim uchun o'rganib qo'ysangiz zarar qilmaydi. Bu yaxshi, lekin oldingizda aniq maqsadingiz bo'lib turganda mana bu narsaga vaqt ketkazish manimcha to'g'risiz. Chunki uni qabul qilish degan narsa ham bor. Endi qanchalik. Xo'p, endi asosiy o'lchov birliklariga to'xtalib o'taylik. Bizda boya o'tib o'tganimizdek, ya'ni bilishimiz kerak bo'lgan, ya'ni matematik kutilma, dispersiya va o'rta koreys og'ish tushunchalari bor. Matematik kutilma boya aytib o'tganimizdek, bu taqsimot qonunida asosiy ko'rsatkich hammasi lambda bilan bog'liq. Ya'ni muhimi lambdani topib oldingizmi bo'ldi. Hammasini topib ko'rasiz. Hammasi chiqib ketaveradi. Ya'ni misollarga matematik kutilmamiz formula bo'yicha teng bo'ladi 1 taqsim lambdaga. Dispersiyamiz teng bo'ladi 1 taqsim lambda kvadratga. Demak, o'rta koreys og'ishimiz tarifi bo'yicha 1 taqsim lambda. yana 1 taqsim lambda. Ya'ni aytganimiz dispersiyadan izolasiroq qo'ysam bo'ladi. Undan keyingi ma'lumotlar mediana bilan moda. Hop, mediana bizda teng bo'lar ekan yana 2 taqsim lambda formulasi bo'yicha. Modamiz teng bo'lar ekan 0 ga. Va oxirgi formulamiz xuddi boyagi, ya'ni muhim formulalardan bittasi deganimiz, qaysidir interval oralig'ida ehtimollikka agar bizga topgan bo'lsa, masalan alfa bilan beta oralig'ida bu narsani topish uchun biz aytganmiz, ya'ni katta, ya'ni taqsimot qonuni funksiyasidan shu qiymatlarni qayerga olsak bo'ladi. Agar rostdan ham beta bilan alfani ushbu oraliqqa qo'yib hisoblab qo'yadigan bo'lsak, bizda bu qiymat hop y minus alfa lambda minus y minus beta lambda bo'yicha kelib qoladi. Ya'ni bizda asosiy formula shulardan iborat. Y stepeni lambdani chiqarib olsa, Evet, bu yo'lda chiqarib olamiz. chiqarib Evet, chiqarib olamiz. No, asosiy formula shundan iborat. Endi kelib xuddi bundan oldingi video darslarda bitta misol ko'raylik. Kitob bo'yicha. O'shanda yanada tushunishimiz osonroq bo'ladi. Chunki bu yerda faqat yozmadan tushunish qiyin. Hop, qaraylik. Misolda ham ajoyib berilgan. Bizga aytilyapti. Ya'ni bizda berilgan stanok to'xtovsiz ishlash vaqti, ya'ni o'rtacha vaqti sразу o'zi shartidan ma'lum bo'ladi. Shartda masalan gap o'rtacha haqida ketdimi, bizda sredniy degan so'zni ishlatildimi, bo'ldi, o'zi sразу lambda deb tushunamiz. O'rtacha degani ya'ni shu lambda. 80 soat ekan. Aytilyapti. Shu narsani bilgan holatda bizga funksiyani tuzib beryapti. Yani zichlik funksiyasini keyin 60 soatdan kam vaqt ishlash ehtimolligi, yani asosiy bizga so'rayotgan narsa shundan iborat ekan. Qo'shimcha darsda bizda o'zimiz matematik kutilma, dispersiya va o'rta koreys og'ishi topish ham ko'p chiqsa bo'ladi. Hop, birinchi zichlik funksiyasidan boshlaylik. Zichlik funksiyasi qanaqa ko'rishlik ekanligini, ya'ni salom bo'yicha katta f hosil yoki mana katta f yozaylik. Chunki bizda asosiy yodlaydigan narsa katta f, ya'ni taqsimot qonuni bo'lsa. Taqsimot qonuni birinchi 0 bo'lar ekanlik. Qachonki ichi sinfdan kichik bo'lsa va 1 minus y minus lambda x deb qachonki hisobga keltiramiz. Endi zichlik funksiyasi topish uchun hammasidan nima qilamiz?
hosil olamiz, xuddi shunaqa. Ya'ni katta fxdan hosil olib qo'ysangiz, proizvodni olib qo'ysam bo'ladi. 0 dan hosili 0, bu tarafdan hosili 1 dan hosili 0 dedik. Minus lambda oldinga o'tsa, bu yoqda plus lambda qoladi. Y minus lambda x. Yo'qda xuddi shu integral o'zgarmaydi. Shundan qoladi. Hop, bizda birinchi shart bajarildi. Endi ikkinchisi interval beryapti. Hozir shu joyda to'xtab turamiz. Buni oldin mana narsani topib olaylik. Matematik kutilma. Matematik kutilma nimaga teng bizda? Formula bo'yicha. Matematik kutilma bizda 1 taqsim lambda, dispersiyamiz 1 taqsim lambdani kvadrat. Xuddi shunaqa bu yoqda. Bizda shart уже berilgan. Bu taqsimot qonunining oson tarafi shunda. Ya'ni bir siz sirasi qo'yib ketaverasiz. Ve 1 taqsim 80. Dispersiyani so'ragan bo'lsak. Xuddi shunaqa 1 taqsim 80 kvadrat yoki 1 taqsim 6400 ga kelib chiqadi. Mana biz dispersiyani matematik kutilmani ham topib oldik. Agar biz boya taqsimot qonunlarini bilmaganimizda xuddi shunaqa integral va yana uzun formula orqali boshqa qilamiz. Aynan shuning uchun ham biz har bitta taqsimot qonunidagi formulani bittalab ko'rib chiqqanimiz aynan shu joyda foyda beradi. Mediana so'rasa xuddi shunaqa. Ln2 doim Ln2 chiqib qoladi. Lambda yani 80 ni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Moda doim 0 ga teng ekan. Oxirgi formulani aytgandik, ya'ni interval bersa. Alfa bilan beta oraligi bo'lsa, y'larni o'zidan ayirib qo'ysam bo'ldi ekan. Bu savol. Endi qarang. Kutish vaqti, ya'ni ishlash vaqti 60 soatdan kam bo'lsin deyapti. Buni qanaqa qaraymiz? Xuddi shunaqa. Nega 0 bo'lganini tushundik. Ya'ni ishlash vaqti sizda manfiy bo'lmaydi. Yoki 0 bo'lib umuman ishlanmaydi, yoki 60 soatgacha ishlaydi. Bu narsani ehtimolini topish uchun biz aytdik, y minus alfa lambdadan ayirishimiz kerak, y minus beta lambda. Mana menda alfa, mana menda beta. Hammasi shaklda berilgan bo'ladi. Hop, to'g'ri qo'yib qo'ysa bo'ladi. Y minus 0-daraja minus y beta 60 qo'yilgan lambda 80. Ixtiyoriy sonning 0-darajasi 1 ga teng. Bu narsani endi kalkulyator bo'yicha hisoblab qo'yish kerak. Y minus 4800-daraja ekan. Endi kalkulyatorga berib bu narsani hisoblab qo'yishim unchalik muhim bo'lmaydi. Yani asosiy narsa shu. Minus bo'lsa 0 da 0 mi? Taxminan menimcha ham maksimum shunga yaqinlashyapti. 0.9999. Shunaqa bo'ladi. Ya'ni o'sha 0 va 60 orasidagi ehtimol. Ha, 0.60 ya'ni bizda mana bu uskunamiz 0 soatdan 60 soatgacha ishlash vaqtini, ya'ni xuddi shu vaqtda ishlash oralig'ida ehtimol bo'ladi. Maksimum ekanda ishlab berasiz. Shunday. Endi bitta xulosa qilsak. Boshda ya'ni endi kimdadir savol tug'ilishi mumkin edi. Nega har bitta taqsimot qonunini alohida o'rganib chiqishimiz kerak? O'sha diskret holatdan, uzluksiz holatdan, aynan shunaqa holatda. Ya'ni masalan, mana bu formulani hozir bizga oddiy ko'rayotgani bilan, lekin aslida tarifi bo'yicha ishlasak ancha murakkabroq chiqadi. Lekin har bitta taqsimot qonunini bilsak, xuddi shunaqa oddiy kichkina formulaga qo'yib ishlab kelsak. Asosiy narsa shu.